Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozorda joylashgan 6 sotulik hovli sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga o'tgan. Fasad qismimiz 15 ga 41 metr. 6 xonali uy joylari bilan yashash sharoiti bor. Hozircha remont talab qilinadi. Misol uchun kimgadir hozircha yashab turish uchun bo'ladi. Kelib turib usta solib uy quraman deganga sharoit bor. Bu endi yer narxida so'ralyapti bu joyimiz. Yangi Toshkent hududi narxlari bilasizlar, kundan kunga ko'tarilyapti. Tepamizda boloxonasi ham bor. Bolaga har xil ko'chatlardan ekib tashlagan. Fasad qismimiz o'sha aytganimizdek 15 ga 41 metr. Kelib turib ikkita 3 ta xonadan ko'rsa ham bo'ladi bu joyga. Mahallamiz Obod mahalla. Shundoq tuman markazi Yangi bozorga shundoq bir qadam. Hamma kommunikatsiya xizmatlari uzluksiz ishlaydi. Hamma qulayliklar bor. Bu hovlimiz o'sha yer narxida so'ralyapti. Narxi $75,000. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimiz qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar batafsil ko'rsatiladi, tushuntiriladi. Egalariga pul zarurligidan sotilgan ekan. Shu hovlini yarmini sotyapti. Alohida kadastr qilib qo'yishgan bularga. Kadastr hujjatlari tayyor. Kimga yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin.